Mana shu daqiqalarda yana bizning 2 daqiqa vaqt qolmoqda. Mana shu savdo majmuasining ochilishiga 2 daqiqa qolmoqda va men onajonlarimdan bittalarini taklif etaman. Ikkitalarini mayli. Kelinglar. Ha. Keling ona. Yana kim? Bu onam. Quvadan keldingizmi ona? Yashang ona. Assalomu alaykum. Ismingiz kim? Osiyatxon ona. Ben dolarni sog'otdan mashqlar qilsalarini qo'yib ketib qo'yganman. Endi qaror tashlab qilib yomon bo'lmasligimda. Endi yomon qo'yib ketib qo'yganman. Siz yomonman deyapsiz. Ha, yaxshi bo'lgandim, mahallada qolardim. Necha bo'ldi qilmishingiz? 45-50 yil chol bormi? Chol 19-yillar yaxshi odam bo'lgani uchun qattiq kechasi o'tib qo'ydi. Aynan ketay, jonlar jannatda bo'lsin bitta. Duo qilib qo'yamiz ona odamni. Jannatda ko'rsa ichiga otibdilar, Xudo xohlasa. Tamom bo'lgani uchun ketib qolganman quvaga deyaptilar. Boringizga yaxshisiz ona. Quvadan bu yoqqa qiz olib kelib oldingmi ish qilib, 10 yuz dollar qo'yibsizlar. Ismingiz kim? Sizga men ketaman, quvadan da tushganman. Bo'lyapti bugun azizlar. Bittalari quvadan kelgan, bittalari quvaga ketgan. Juda bir topyapsiz ishtirokchilarni ham. Onajon, charchamayapsizmi? Yoshligingizda she'r yodlaganmisiz? She'r yodlagan. Qanaqa she'r? Hamma she'rdan. Bir shingizdan, ha? Esingizda bormi? Qani bitta bosing. Umuman shu alfabetda bor harflar haqida ham bilaman. Qancha cholinglar she'r eshitaylik onamdan. Kim she'ri chiroyli chiqsa o'shanga sovg'a berib yuboramiz. Navruz hammaga shodlik, quvvat keltirar. Vazaylar uchrar bollar, hamma shodxo'ran. Bugun ayyom hammaga muborak. Onam mendan battar gap to'g'ri. Mahallada ishlaganim bilan Tushunmaganmisiz? Mahallada ishlagan gapdan bo'lib ketadi, ajrashgan, yarashtirgan, uyushgan, yarashtirgan. Yashang ona. Hamma so'zlardan foydalanasizlar, sizlar. Bo'ringizga shu ona she'r bormi, she'r? Madotun bir she'rni aytdim, bu ko'pchilik. Bilsak biling dunyo, barcha yerga mutlaqo. İnan megil molinga bir kun qo'ldan ketar. Ota ona qarindosh hayon ketib fikr qil. Bir oyoqli sugun Alloh bir kun senga yetar. Dunyo uchun g'am yema, haqdan urganni dema. Shimolini yema, turotga taro. Ahlu ayol qarindosh hech kim bo'lmaydi yo'ldosh. Boringizga shukur ona. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Xudo barakasini bersin. Shuncha odam mana xursand qilib Ramazon oyida qalblariga xursandchilik kiryaptilar hammani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Baxtlaringga ota-onalarga sizlarga Alloh xalatini chiroyli kunlarni ko'rib yursin. Onajon bitta narsaga va'da berasiz endi. Quvadan qachon Toshloqqa kelsangiz, yo marketga kirib bitta narsa xarid qilib ketasiz, xo'pmi? Bitta qarsanginglar bo'lsin onamga. Marhamat. Bunga tegin. Qarsangni qasilab cholinglar quvalik onamga. Quvadan Toshloqqa kelgan onajonim.